iftor mahalam bo'lib qoldi. Klientlar keldi, boqara. Bo'ladi, xo'jayin. Assalomu alaykum amaki. Alaykum assalom. Nima xizmat qizim? Amaki, ishxonangizda ish yo'qmi? Hamma aytishingizni qilaman. Qizim, yuzda kattalar yo'qmi? Otangiz qayerda? Oyim ishlaydi, singlim operatsiya, pul yetmayapti. Qizim, dadingiz qayerda? To'rtta qizligimiz uchun tashlab ketgan bizni. Qizim, singiz operatsiyasiga qancha kerak? $10. Yuring. Qizim, shu yerda shunday o'tirib turing, hozir chiqaman, ha? Keling xo'jayin. Keldim, Islombek, charchamayapsan? Rahmat. Keling xo'jayin, o'tiring. Xabaring bor, Ramazon oyida zakot berishim kerak edi. Muhtoj oilani qidirib yuruvdim. Eng qizig'ini aytaymi? Shu inson o'z oyog'i bilan kelib keldi. Aytgancha, tortmada $1000 pul chiqadimi? Bor chiqadi xo'jayin. Dada, Senga hali kulmasmidi? Podsho bo'lsang bo'lmasmidi? Jigaringga to'lmasmidi? Ko'ngli yarim qara ko'zim, yurak bag'ri yara ko'zim, qara ko'zim.